Assalomu alaykum yorug'un. Navbatdagi grammatikani o'tamiz. Korean Grammar News kitobi bo'yicha. Xo'p, bu future tense, ya'ni kelasi zamon qo'shimchasi. Kelasi zamon qo'shimchasi bu ilkoyo bo'lib, agar patchim bo'lsa i harfi qo'shiladi, agar patchim bo'lmasa l harfini o'zi bilan boshlaymiz. Xo'p, va shu narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, ilkoyo qo'shimchasi fe'llarga qo'shilgandagina kelasi zamon ma'nosiga ega. Xo'p, gapini o'qiymiz. Inyon hoye charil sal ko'yo. 2 yildan keyin mashina sotib olmoqchiman. Ya'ni bu grammatikamiz tarjimasi moqchiman deb tarjima qilsak tushadi. Keyingisi chumare nakshiril hal ko'yo. Dam olish kunida baliq oviga bormoqchiman yoki baliq ovlamoqchiman deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Keyingi gapimiz panxage chunguge kal ko'yo. Kanikulda Xitoyga bormoqchiman. Agar bu qo'shimchani biz sifatlarga qo'shadigan bo'lsak, boshqa ma'no anglatadi. Xo'p, demak, ilkoyo qanaqa qo'shilishi haqida ma'lumot berdim. Ya'ni patchim bo'lmasa l ko'yo, patchim bo'lsa ilkoyo bo'lib qo'shiladi. Mana jadvalda ham bizga o'rgatmoqda. Mana kada fe'lida patchim yo'qligini hisobiga kal ko'yo, mo'kta fe'lida patchim borligini hisobiga mana tanobda eshitsak k harfi patchim bo'ladi bizda. Shunda mogil ko'yo bo'lib qo'shiladi. Xo'p, bu grammatikamizda ham pul kuchuklarda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana oddiy fe'llarda har doimgi asosiy qoida holatda qo'shilib ketaveradi, lekin mana l harfi bilan tugagan fe'llarda, misol uchun salda, bularda saril ko'yo bo'lmaydi, ya'ni sal ko'yo bo'ladi. Bitta l ishlatsak yetadi o'z asosidagi. Xo'p, mandilda ham xuddi shunaqa mandil ko'yo, mandiril ko'yo bo'lmaydi. Xo'p, iptada ham ibil ko'yo, bu to'g'ri fe'llar. Noto'g'ri fe'llarga keladigan bo'lsak, titta bu t pul kuchuk bo'lib, unga unli qo'shimcha qo'shiladigan bo'lsa, t harfi, oxirgi t harfi l ga o'zgaradi. Ya'ni shunda tiril ko'yo bo'ladi, ya'ni eshitmoqchiman. Putta ishmoq degani, unga il ko'yoni qo'shsak, pu il ko'yo, ya'ni unli harf kelganda s pul kuchuk tushib qoladi, s harfi tushib qoladi. Bu noto'g'ri fe'llar. Bularni faqat yodlabgina eslab qolsak bo'ladi. Keyingisi to'pda bu yordam bermoq, p harfi unli harf kelganda u harfiga yoki o harfiga o'zgarishiga nisbatan keladi. Ya'ni shunda bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, p harfi tushib qolgan va u harfiga o'zgargan. Shunda to'ul ko'yo, ya'ni yordam bermoqchiman deb tarjima qilinadi. Xo'p, misollarni o'qiymiz. Onje koyange to'rakal ko'yo. Qachon ona vataningizga qaytib ketasiz? Nenyone to'rakal ko'yo. Keyingi yil qaytib ketmoqchiman deyilmoqda. Keyingisi chumare mo hal ko'yo. Dam olish kunida nima qilmoqchisiz? Chajon gorul tal ko'yo. Velosiped uchmoqchiman deb tarjima qilinadi. Xo'p, yorug'im, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi.